Vau. Такой ekanmi o'rtoq? Mashinami? Mashina emas, bolaga qara. O'rtoq, meni shunga maqtab turganman. Srochno yerga tegishim kerak. Sen o'zi tug'ilganingdan beri boyga erga tegishni orzu qilasan. O'zim bilaman seni qanaqa maqtash. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Ha, ersiram yo'l. Sizlardan yangi uyimga texnika olmoqchi edim. Nima maslahat berasiz? Marhamat. O'rtoq, meni maqtash esimdan chiqmasin. Ishondim. Mana bu gaz plitada dugonamga o'xshagan ovqat pishirishni bilmaydigan qizlar ham ovqat pishirsa bo'ladi. Bu nima qilganing? Maqta deding-ku, maqtabolman. Mana bu muzlatkich shu qadar zo'rki, agar dugonamni shu muzlatkich ichida saqlaganimizda shunaqa aynib qarib ketmagan bo'lardi. Men senga meni antireklama qilgin demadim. Hali ham anchasini yashiribman. Mana bu kir mashinani yuzga bitta qo'yasiz, dugonam yigit almashtirgandek har yil alishtirishi shart emas. Ancha yillab sizga xizmat qiladi. O'zi sal dugonangiz g'alatiroq ekan-a? Hurmatli mijoz, yangi uyimizga yangi uyingizga kamida 3 tadan 7 tagacha texnika xarid qilasiz. Bizda hozir zo'r aksiya ketyapti. O'sha texnika xarid qilsangiz 30%, 5 ta xarid qilsangiz 50%, 7 ta xarid qilsangiz eng arzon texnikangizga 70% chegirmani qo'lga kiritishingiz mumkin. Yaxshi o'ylabsizlar. Dastlabki qilib yuboraylikmi? Voy, dugonam baxtli bo'lsin, menga ham tezroq yo'lini bersin. Shoshma, sen hali men topgan boy yigitga yerga tegyapsanmi? Kirisa ekansan. Olib kel bu yoqqa. Zato boy kirisaman.